Sure Neml tercümesi birinci ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Tasin. Bu Kur'an'ın ve Roşen kitabının ayetleridir. Müminler için hidayettir ve hoş haberdir. Şundak müminler ki ula namazını ada kılıdır. Zakat berdi ve ahiretki cezmen işinidir. Ahiretki işenmeydiganlarga ulanın emellerini hakikaten çıraylık gösterdik. Ula gumrahlıklarda tınır kap yürüşüdür. Ula dünyada kattık azap kuduçar boludu. Ahirette ula en ziyan tatlıkçılardır. Sana Kur'an elbette hikmet bilen iş kılgıcı, hemmini bilgücü Allah tarafından berildi. Öz vaktida Musa ehlisiga: "Men hakikaten ot gördüm. Men otning yeniga berip yol to'g'riliq birer xabar o'qib kelay yoki sizlarning sinishinglar uchun otdan bir cho'q ilib kelay" dedi. Musa otning yeniga kelganda mundaq nida anglandi: Allah otning yenidagi kishini va otning atrofidagilarni muborak qildi. Alemlerinin Rabbi Allah paktur. Ey Musa, şübhisiz ki men g'olib, hikmet bilen iş kılgıcı Allah'tır men. Hasanını taşlığın. Musa hasının goya ejderhadek tiz hareketleniyotganligini ko'rganda oqsiq burilib çekindi. Keynige yani qo'rqqanidan ejderhaga qaraya olmadi. Allah etti: "Ey Musa, korkmayın. Mening huzurumda peygamberler elbette korkmaydı. Lekin kimiki özüge zulüm qilsa, ondan yaman amellerini yaxshi amelge o'zgarsa, men onunğa nihoyat mag'firat qilg'uchidirman, nihoyat mehribondurman. Qo'lingni qo'yningga sag'in. U hech qanday illatsiz ap-oq bo'lib chiqadi. Bu mening Fir'aun ve onun kavmiga elib berishing uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fasik qavm edi. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nazil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehridir dedi. Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligi qarag'in. Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dunyo va din ilmlaridan keng ilm ato qildik. Ular aytdi: "Jami hamdu sana bizni nurg'un bandalaridan ortiq qilgan Allohga xosdir." Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. O, ey insanlar, bizge qushlarning tili ta'lim berildi. Dünyanın ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Bu albatta Allohning ro'shan ihsonidir dedi. Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'plandi. Sulaymon alayhissalom ularning oldida debdebe bilen manattı. Ula tertiplik orunlaştırılgan idi. Ula Şam'daki bir çömülüle vadısıga yetip kelgende bir kişi çömüle etti: "Ey çömülüler, uğullarınlağı kirip ketinglar. Sulaymon ve onun qo'shini uqmaslikdan sizlarni yanjib etmesin." Sulaymon çömülünün sözüden tebessüm qilib kuldi ve etti: "Rabbim, sen meni bana ve ata-anamga bergan ne'matingga shukr qilishga, sen razı bo'ladigan yaxshi amalni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmeting bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin." O qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Mana nim bo'ldi,
höpüpni ko'mayman go. Yoki u yo'qolib ketdimi? Uni cho'qim qattiq jazolayman. Ya uni cho'qim bo'g'izlayman. Ya cho'qim yo'qolib ketganligini aqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi. Uzoq o'tmay öpüp keldi. U aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Saba'dan, ya'ni Yamandagi Saba shahridan muhim bir xabar ilib keldim. Men haqiqatan ularga, ya'ni Saba aholisiga bir ayolning, ya'ni Bilqisning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga o'ziga va saltanatiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. U cho'ng taxtga ega ekan. Uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga cho'qinayotganligini bayqadim. Şeytan ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi va zimindagi sirlarni oshkorlig'ichi, sizlarning yo'shirin va oshkor ishinglarni bilib turg'ichi Allohga sajda qilmaydi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U buyuk arshning Rabbidir. Sulaymon aytdi: "Sen rost deyotamsan yoki yolg'onmi? Qaraymiz." Bu xitimni ilib berib ularga tashlagan. Andin ulardan neriroq joyda yo'shirinib tur. Ularning qandoq javob qaytaradiganligiga qaragan. U, ya'ni Bilqis aytdi: "Ey ulug'lar, men haqiqatan Sulaymondan bir parcha qimmatli xat keldi. Uning mazmuni shuki, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar menga haqoratlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar." U, ya'ni Bilqis aytdi: "Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib hech ishni bekitganim yo'q." Ular aytdi: "Biz kuchlik va jangovarmiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bizni nimaga buyuradiganligingni o'ylab ko'rgin." U, ya'ni Bilqis aytdi: "Shubhisizki, podshohlar biror shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Shaharning mo'tabar odamlarini o'ltirish, asirga elish va surgun qilish bilan xor qiladi. Ularmi shunday qiladi. Men cho'qim ularga sovg'a avatiman. Elchilarning nima xabar elib keladiganligiga qarayman." Elchi Sulaymonning oldiga yetib kelganda Sulaymon aytdi: "Sizlar menga mol bilan yordam qilmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Balki sizlar sovg'anglar bilan ko'ranglab ketsizlar. Sen qaytib ketgin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularni yurtidan xor kamsitilgan holda cho'qim chiqarib etamiz." Sulaymon aytdi: "Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini ilib keladi?" Jindan bo'lgan Ifrit aytdi: "Men uni o'rningdan turishdan burun sen ilib kelaman. Men uni ilib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman. Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya uni men sana ko'zingni yumib ochqicha ilib kelaman" dedi. U duo qilib edi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yenida turganligini ko'rganda, "Bu Rabbimning men qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim ya tuzkorlik qilamdim, buning bilan meni sinidi.
Kimiki shukr qiladigan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimiki tuzkorlik qiladigan, bilish kerakki, haqiqatan Rabbim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karimi kengdir dedi. Sulaymon Bilqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzidan aytdi. Uning, ya'ni Bilqisning taxtining shaklini o'zgartinglar. U taxtini tonimamdu qaraymiz. Bilqis kelganda uningga sening taxting mushundaqmi deyildi. U shudek turdi dedi. Sulaymon Allohning ne'matini so'zlash yuzidan aytdi. Onundan, ya'ni Bilqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. Uni Allohni qo'yib cho'qingan nasllari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kafir qavmdan edi. Uningga, ya'ni Bilqisga saroyga kirgan deyildi. U, ya'ni Bilqis saroyni cho'ng su deb gumonlanib, kiyimini ko'tirib, ikki pochqini ochdi. Sulaymon aytdi: "Shubhisizki, u aynakdan yasalgan saroydir." U, ya'ni Bilqis aytdi: "Rabbim, men haqiqatan Allohga shirik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olamlarning Rabbi Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga ergishib islomga kirdim. Biz haqiqatan Samudga, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. Solih Allohga ibodat qilinglar dedi. Uzun o'tmay ular jidallashadigan, ya'ni din borasida jidallashadigan mu'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. Solih aytdi: "Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar?" Ular aytdi: "Bizga kelgan qahatchilik sening ve sen bilen bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi." Solih aytdi: "Sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi, balki sizlarni Alloh sinaydi. Shaharda, ya'ni Hijrda yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: "Bir kechida Solihni va uning tabialarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga u o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik, biz haqiqatan rostchilmiz deyli." Ular Solihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tiziltish uchun suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqastining oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'anki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ayni ularning o'ylari odamzotdan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini biladigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Solih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. Lotning qissasini bayon qilgan. Ayni zamanda Lot o'zining qavmiga aytdi: "Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar. Sizlar ayollarni qo'yib jinsiy talbinglarni erlar bilan qondiramsizlar. Balki sizlar nodon qavmsizlar." Ularning birdan bir javobi: "Lotning tavalarini shahringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir" deyishdan iborat bo'ldi. Biz uni va xotinidan boshqa tavalarni qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni Lotning xotinini azobga qolg'uchilardan qildik.
ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiruvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Jimi hamd sana Alloh xosdir. Uning payg'ambarlikka tanlagan bandalariga omonlik tilayman. Degin. Allah yaxshimi yoki ularning shirik keltirgan butlari yaxshimi? Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'qdir. Ular haqiqatan burilib ketgan qavmdir. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turalg'i qilgan, uning turli taraflarida daryolarni oqizgan, uning ustida tavrab ketmaslik uchun tog'larni o'rnatgan, ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida oralashib ketmaslik uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qildigan, Allah uning beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib o'tadigan va sizlarni zaminning o'rin bosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ini vaz nasihat olasizlar. Quruqlikning va dengizning qorong'uliklarida sizlarga yo'l ko'rsatib berdigan, rahmetidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Alloh ularning shirik keltirgan narsalardan pokdir. İnsonni dastlabda xalq etgan, ondan uni terildiradigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar. Allohdan bilak osmonlardagi va zamindagilar g'aybni bilmaydi. Ular, ya'ni xaloyiq, qachon terildiganliklarini bilmaydi. Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ular oxirat to'g'riliq gumondadir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir. Kafirlar, ya'ni qayt terilishni inkor qiluvchi Makka mushriklari aytdi. Biz va bizning ota-bobolarimiz to'pi bo'lib ketgandan keyin qabrimizdan terilib cho'qim chiqarilamdiq. Haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayt terilish va'da qilingan edi. Bu faqat burunqilarning qissalaridir. Sen bu kafirlarga aytqin. Ziminda sayr qilinglar. Gunohkorlar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligini qaranglar. Ularni Allah halok qilmadimi? Ilgiriki kuffarlarning beshiga kelgan kun keyingi kuffarlarning beshiga mi keladi? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagin. Ularning hiyla mikirdan iching pishmasin. Allah seni ularning sharridan saqlaydi. Ular, agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar bizga va'da qilgan azob qachon tushidi deyishidi. Sizlar aldirab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degin. Rabbing insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Lekin ularning to'lisi Rabbiga shukr qilmaydi.
Rabbing ularning dillarida yoshirganlarini va oshkor qilganlarini, ya'ni ularning payg'ambar alayhissalomga qarta adovatini va suiqasdini shak shubhasiz bildi. Osmon zaminda lavhil mahfuzga yozilmagan hech bir sir yo'q. Payg'ambarlarning tuganchisi Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan bu Qur'on haqiqatan Isroil avlodiga ularning ixtilof qilishgan nasllarining ko'pini bayon qilib berdi. Qur'on mu'minlar uchun haqiqatan hidoyatdir va rahmatdir. Shubhisizki Rabbing ular, ya'ni Bani Isroil avlodining orasida qiyomat kuni adil hukm chiqaradi. Allah g'olibdir. Bandalarining ishlarini bilgichidir. Allah'a tevekkül qilgin, ya'ni ishingni Allohga topshirgin. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Allah sana madadkordir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, shubhisizki sen ro'shan haq din ustidadirsan. Sen ölüklerge ve yüz öğregen gaslarga, yani dillerinin ölüklikide ölüklerge ve hakkını anlamaslıkta gaslarga okşaydıgan küffarlarga davetini anlatalamsan, davetini anlatalmaysan. Davetini anlatalmaysan. Sen dili korlarını gumrahlıktan ayırıp hidayet kılalmaysan. Sen davetini fakat bizning oyatlarimizga iman etib musulmon bo'lganlarga anlatalaysan. Ular, ya'ni kuffarlarga oldin ala aytilgan so'z ishqa oshganda, ya'ni azob va qiyomat yaqinlashganda ularga zimindan bir turlik hayvonni chiqaramizki, u ularga insonlarning bizning oyatlarimizga ishonmaganligini so'zlaydi. U kunda her ummetning ichidan bizning oyatlarimizni inkar qilganlardan bir top odamni hisob elish va jazolash uchun yig'imiz. Oldi keyni yig'ilg'icha ular to'xtatib turiladi. Ular Allohning dargohiga kelgan chaqlarda Allah ularga sizlar to'liq bilmay turib mening oyatlarimni inkar qildinglarmi? Sizlar emir kılıngan narsalardan zodi nimalarni qildinglar deydi. Ular o'zlariga zulm qilganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular o'zlari bo'lmaganligi uchun, ular o'zlari bo'lmaganligi uchun so'z qila olmaydi. Ularga kechini aram oladigan vaqt qilganligimizni, kunduzni hayotlik yo'lida harakatlanish uchun yo'riq qilganligimizni ular uqmamdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. U kunda sur chelinadi. Allah xohlaganlardan boshqa osmonlardagi va zimindagi hammani qo'rqinch bosadi. Hamma Allohga bo'ysungan oldi keladi. Tog'larni turg'un holatda gumon qilsan, halbuki ular bulutdek cho'gilib turdi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunuridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiligidan obdanroq mukofotga erishdi. Ular bu kunda qo'rqinishdan amin bo'ladi. Yomon ish qilganlar davzaqqa yuzi bilan tashlanadi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar yoki mukofotlanansizlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, men faqat Allah hurmatli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramaning Robbiga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allohning mulkidir. Men musulmonlardan bo'lishga, Qur'on o'qishga buyurildim. Kimiki hidoyat topadigan, u o'zining foydasi uchundir. Kimiki ozid ekan, uning vaboli o'ziga bo'ladi.
sen onunğa aytqin ki, men faqat agahlandırğıçılardırman. Men faqat agahlandırğıçılardım. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, jemi hamd sana Allah xastır. Allah sizlarga qudratini ko'rsatib berdigan alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar ularni tonish foyda bermaydigan chog'da to'niysizlar. Sizlar ularni tonish foyda bermaydigan chog'da to'niysizlar. Rabbing sizlarning qilgan amalinglardan g'ofil emasdir.